الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأما بعد Assalamu alaikum rahmetullahi ve barakatuhu. Hürmetlik birodarlarimiz, bu qatimki dersimizninki ikkinchi qismiga yana xo'sh kelibsizlar. Bizningki bu qatimki dersimiz kichik bola haj qilsa qanday bo'ladi? Ya'ni oldingi dersimizda haj qilish farz bo'lgan kishilar jazman mukallaf, ya'ni balog'atga yetgan bo'lish kerak dedik. Ana o'g'andagi bu kichik bola deganimiz, ya'ni balog'atga yetmagan vaqtdagi qiz o'g'illarni ko'rsatdi. Mana bular haj qilib qolsa, asli haj qilish farz emas. Ammo ota-onasi kichik turib opirib tamdi. Bu chonimizda bular haj qilsa qanday bo'ladi? Mana buningki ustida to'xtalamiz. Aslida bu balog'at yetmagan bu kichik o'g'il qizlarningki gadiniga, ya'ni haj qilish aslida vojib emas. Ammo ota-onasi bu ikkisiniki hamda ustidan haj qilgan bo'lsa, bu haj durust. Yani haj deb hisoblanadi. Lekin farzaj olmaydi endi. Yani farzaj o adamniki, o ikki qiz bola o'g'il qizninki gadinidan bu farzaj saqit olmaydi. Yani balog'atga yetgandan keyingi farzi va u saqit olmaydi. U mana balog'at yetgandan keyin anandan keyin gadinidagi hajni o chog'da ado qiladi. U buni da buni deydi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Men Ibn Abbas radhiyallohu ta'ala anhudan rivoyat qilgan bir hadis. Peygamber aleyhissalatu vesselam şuna degen. Her qanday bir kichik bola, yani qiz yoki o'g'il bo'lsin, haj qilsa, anidan balog'atga yetgan bo'lsa, yani balog'at yetishning oldida haj qilibdi. Unidagi balog'at yetibdi. Balog'at yetgan bo'lsa, fa alayhi ay yahujja hajjatan ukhra. Mana bu balog'at yetgandan keyin yin bir qator haj qilish bu farz deb Peygamber aleyhissalatu vesselam muştaqço degan. Anda o'g'andikin yana payg'ambar oxirida hamda har qanday bir qulluq davrida qul bo'lgan vaqtda o'zida haj qilgan bo'lsa, u qul bo'lgandan haj qilgandan keyin u haj u odamning gadi saqit olmaydi. Ammo ozod bo'lgandan keyin u odam ozod bo'lgandan keyin u odamniki gadiniga men hajjatul islomdan iborat bo'lgan bu farz hajni qilish kerak deb payg'ambar alayhissalatu vassalam shunaqcho degan. Yani bir qulluq davrida haj qilgan bo'lsa, men ozod bo'lgandan keyin yin bir qator haj qilish kerak degan buni Imom Tabrani o'zidagi kitobida rivoyat qilgan. Mana bir hadisida Saib ibn Yazid degan bir sahoba shuna deydi. Meniki otam bilan payg'ambar alayhisolatu vasallam bilan birga haj qildik. Yani hajjatul vidoda men 7 yoshda edim deydi. Unda o'g'andagi bu hadisga asosan kichik bolaniki haj qilishi durust. Bu haj qilishi bu nima u? Durust. Ana o'g'andikin buning asosan haj qilish durust, ammo bu kichik bola mal qiz o'g'il balog'atga yetgandan keyin yin bir qator meni haj qilish bu chaniki o'zida bu bolaniki ustiga, ya'ni balog'at yetgandan keyin farz bo'ladi. Mana Ibn Abbas radhiyallohu ta'ala anhudan rivoyat qilgan bir hadis va men shuni deydi. Bir ayol Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki qishgan bir balını ekeldi deydi. Bir balını götürüp ekilip, mene o ayol dedi ki, ya Resulullah bu bal üçün haj farz mı? Depti Peygamber sallallahu haj qısı bolamdı bu bala, yani farz emas, yani haj qısı bolamdı bu kichik bala quchug'idagi bala ekan. Haj qısı bolamdı degan vaqtimizda Peygamber sallallahu haj qısı boladı, lekin ajr sizga bo'ladi. Buniki savobi mene sizga bo'ladi deb meni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mushtaqcho degandi deydi. Mana bu yin bir hadisida payg'ambar sallallohu alayhi vasallamniki Ibn Jabir radhiyallohu ta'ala rivoyat qilgan bir hadis. Jabir radhiyallohu ta'ala shuna deydi. Biz payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga haj qildik. Biz bilan birga ayollar, kichik bola mushundaqchi botdi. Biz hamda kichik bolaga vakolatan biz labbayk dedik. Yani labbayk kichik bola o'qimagandan keyin biz onun o'rniga biz qilamiz dedik. Yana kichik bolaniki haj qilgan vaqtimizda bu shayton tashlagan ishni biz atdik deydi endi. Biz çok beğendik. Peygamber sen bunu bir narsa şu demigen
deydemdi. Ana oğandı ki meni yukarıki hadisga asasen kichik o'g'il qizlarniki o'zi balog'atga yetishlikka oldida haj qilish farz emas. Agar meni haj qilib qolsa u durust. Ammo bu haj qilgan bilan bu balog'at yetgandan keyin yana qaytadan haj qilish kerak. Ana buniki savobi kim uchun? Ota-onasi uchun bo'ladi. Yani bu chiqqan bo'ladi. Ana o'g'andan keyin bu hadisga asasen kichik bolaniki haj qildiganligi, haj qilishligi durust bo'ladiganligi, ammo hajjatul islom deymiz, ya'ni farz hajniki meni u baladan meni odob bo'lmaydiganligi, balog'at yetgandan keyin onadikin haj qilishligi farz ekanligi, ammo savobi ota-onasiga bo'ladiganliginiki ustida to'xtaldik. Meni mushu shaklda bo'ladi. Va oxir da'vona alhamdulillahi robbil alamin.